على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugünkidek ciddichilik yaşayotgan, hammamizni bir türlük ümitsizlik qaplayotgan bir mezgilde sizlar bilan ma'lum tushunchalarni o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Suhbatni boshlashdan ilgari, ya'ni suhbatni bir qissa bilan boshlayman. Bu qissa Peygamber aleyhissalatu vesselam tug'ilgan yilisi yuz bergan. Yani fil vaqasi deb belkim ko'pinchimiz bilamiz bu vaqani. Qur'oni Karimdagi bir sura maxsus mushu vaqa bilan atalgan. Yani alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil degan şekilde bayon qilingan. Hammadan bilamiz bu surani. Endi mushu vaqalikka bir qarag'inimizda Yemen tarafdan Beytullah'ni yıkış için zor hacimdeki pil qo'shinini boshlab kelgan Abraha'nın vaqasiga ishorat qilyapti. Bu vaqada Abraha zor pil qo'shinini boshlab Makka tarafga qarab yo'l oladi. Yo'l ustida bir necha tuyoq, ya'ni necha yuz tuyoq tugularni o'lja oladi. Shu o'lja ilingan tugular ichida Resulullah'nınki boğusi Abdülmuttalib'ninki 200 etrafında tügüsü vardı. Abdülmuttalib şu vaxtdaki Qurayshlarninki 5'i, yani kabile 5'i hesaplanırdı. Abdülmuttalib Abraha tushkunga ular bilan paranlashish uchun bordi. Abraha Abdülmuttalibni haqiqatan Makka haqida, Beytullah haqqida men bilan suhbatlashgili keldi, masalani deyishgili keldi deb Abdülmuttalibni bir chiroyli odam bo'lg'achqa hayvatlik bunga ehtirom qildi, hurmat qildi. To'yga boshlab parang suhbat boshlandi. Ya'ni dediki, "Telefon nima?" Abdülmuttalib shu vaqtda o'zininki asri ilingan, o'lja ilingan 200 tugusini so'radi. Meni 200 tugamni olib olsa, buni qaytarib ber. Deganimdek Abraha aslında Abdülmuttalibni Beytullah haqqida, chunki Beytullahni yiqish uchun kelgan bo'lg'achqa parang qiladi degan bir xil tuyg'u bilan yoki shu xil o'y bilan tursa, Abdülmuttalibning ig'izidan 200 tuguning gapi chiqdi-da. Bundan Abraha Abdülmuttalibni bir xil kichik ko'rdi. Ya'ni ko'zida az ilgirki bo'lgan hurmat, ehtirom yo'qolib ketdi. Dedi ki, "Men sening diningni vayron qilish uchun keldim. Yurtingni oyoq osti qilish uchun keldim. Men Ka'bani yiqish uchun keldim. Sen bu haqda gap qilmay 200 tuga haqida gap qilyapsan-ku." Deganda Abdülmuttalib bir gap qildi shu vaqtda. Endi kitoblarda va nurg'un urullarda Abdülmuttalibning bergan javobi mutlaq Alloh qo'ygan ishonch, Robbiga bo'lgan ishonchni ifodalaydigan dalil sifatida bayon qilinadi, ammo mencha o'g'an vaqtida bu biroz passiv holat. Abdülmuttalib shu vaqtda nima dedi? 200 tugan mening, ammo Beytullahni qo'g'daydigan egisi bor. Bunu belki ba'zilar deganimdek Allah qo'ygan ishonch deb tunishi mumkin, ammo salbiy bir pozitsiya. İnsan o'zi uchun, uning hayoti, bollari, tugisi, yana bir nimasini deb yashab, shuning uchun mujodala kurash qilib, Allohning
dinini tashlab qo'yamdi. Bugungi suhbatimizningki halqiliq tarafi bu. Amaliyotda bu xil qarash kishidagi tushunchaninki kamligi, diniy hukmlarninki yo'qligi bir ifodasi. Endi shu bir past pozitsiya Abdulmutallibda bo'ldi. Makka ahlimi farqli pozitsiyada olmadi. Hammasi tog'larga qochdi, jilg'alarga ko'chdi, shu pil qo'shinni boshlab kelganini anglab. Makkani Abrahaning oldida bo'shtib berdi. Yani yıksan yık degandek-ku. Dal mushu xil holatda o qabilaning boshlig'imi past pozitsiyada, o qabiladagi shu vaqtdagi Makka ahlimi past pozitsiyada turgan mushu holatda osmondan tayron ababil surfilda tayron ababil deb o'qiladi arabchasi. Yani top kichik bir qushlarni avatib Allah Abrahaning bütün qo'shinlarini bir nima qo'ymay halok qildi. Endi biz bayatning haqi bergan bahada Abdulmutallibninki qilganni pasiplik deb baho berdik. Qurayshninki shu vaqtdagi arablarninki qilganni pasiplik deb baho berdik. Nimdeb mashta bir pasip insonlarga yordam keladi. Nimdeb qushlar keladi. Desa men bugun tushundirmoqchi bo'lgan nuqta shu. İlgiriki ummatdagi Allohning zolimlarni halok qilish qonuniyati bu xil shaklda edi. Yani Rasululloh dunyoga kelishining oldida Alloh zolimlarni halok qilmoqchi bo'lsa, u vaqtdagi mu'minlar yoki boshqalardan hech ish talab qilmaydi. Mu'minlarning vazifasi faqat iymon aytish, yo'lda mustahkam menish, o düşmanga qarata bir tal qilich ko'tarmasami, düşmanga qarata qarshilik qilmasami, zolimlarni Alloh subhanahu va taolo ashta bir mo'jizelik shaklda, ajoyib ahvollar bilan qana qiladi, vayron qiladi. Dal bu qitimqi Abraha masalasida Baytullohni halok qilish uchun kelgan pil qushni masalasida mushu xil Allohning prinsipi, qonuniyati amillashib tatbiqlandi. Am bu ahvol ilgirki ummatlarda nurg'un namoyandasi var. Qur'oni Karimda bu ahvollarni bizga qissa qiladigan nurg'un qissalar var. Masalan, Nuh alayhissalomni bilamiz hammalar. Nuh alayhissalom 1000 yil yashaganligi, 950 yil atrofida da'vat qilganligi, da'vatiga ko'p silliq qavmininki iymon aytmay inkor qilganligini hammalar bilamiz. Ashta qilib eng oxirisida o'zining yetgan bir chekni Allohga iltijo qildi, ifodalab. Dediki, Sura Qamarninki 14-15 oyatlarida 13-15 oyat. Fada'a robbahu anni maghlubun fantasir. Robbi shuna duo qildiki, men mag'lub bo'ldim, menga yordam bersizlar. Mening baralaydigan chekim mushu. Bu şekilde duo qildi. Oyatning oxirisi var. Yani oyat 10-oyatdan 13-oyatgacha davomlashadi. Allah Nuh alayhissalomning duosini ijobat qilib ne dedi? Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Bu şekilde oyat oxirigacha davomlashadi. Yani biz Nuhning duosini ijobat qilib, osmonning eshigini ochib üstüden yağmur yağdırdık, zeminden bulaqlarını çıkardık. Şunu olan Allah takdir qilgan ish bo'ldi. Biz musulmonlarni Nuh alayhissalom iymon etganlarni kim bilan ko'tarib qutqazdik. Qaranglar, Nuh alayhissalomninki ko'rsatgan bu qadar tirishchanlikqa 950 yil o'ylab boqinglar bu yilning sonini. O qavmininki inkorchiligi Nuh alayhissalomdan boshqasini talab qilmadi Allah ma oyatda bayon qilingan bo'yicha. Mu'minlar hech qachon o dushmanlarga qarshi qurol ko'tarmadi, urush qilmadi, bu yerda qarshilik bo'lmadi. Düşmanlarni kim halok qildi? Allah halok qildi. Bu shu vaqtdagi qonuniyatdi. Yana bir misol. Lut alayhissalomning qavmi shu. Lut alayhissalomning qavmi inkor qilib, iymon etqilib unutmagan, o'zining nachar qilmishlaridan yonqilib unutmagan vaqtida Lut alayhissalom o'zining oxirgi chekka yetganligini bu shaklda bu duo bilan ifodalaydi. Robbi najjini va ahli mimma ya'malun. Sura Shu'araning 169-oyatiga qarasanglar bo'ladi. Meni va mening ahlimni ma'ul qilayotgan ma ishdan qutqazli ey Rob. Shunga bilan buyruq keldi.
Sura Hud'ning 81-oyatida fa asri bi ahlika oilangni kechida elib biz degan joyga keldi. Hech kim keyniga qaramasin degan shaklda bir buyruq keldi. Shuning bilan bular bu kenetni tashlab chiqib ketgandan keyin ma kenet Alloh tarafidan osti ustin dum ko'mtirilib vayron qilindi. Bu ahvolni ham Sura Hud'ning 82-oyatida faj'alna 'aliyaha safilaha va amtarna 'alayhim hijaratan min sijil degan oyatlar bilan biz u kenetni ostin ustin qilib etdik, dumlam qo'ydik degan shaklda bayon qilinadi. Endi yine davom qilaylik biz misollarni ko'rib boqaylik ilgari ko'mmaklar. Banu İsrail biraz farklı başka ilgari ko'mmaklarga qaraganda. Banu İsrail Allah tarafidan davlat qurish buyrug'i var. Allah tarafidan Banu İsrailga amonatni yetkazish buyrug'i, bir muncha amonat yukliga ularga. Endi mushular yana Misrda Firavun tarafidan qurishildi. Misr sidr qilib qo'ymadi Firavun bularni. Hamma tarafdan azdi, necha 100 yil azdi. Eng cho'ng ahanat bularga nisbatan erlarini o'ldirib, ayollarini qo'yib qo'ydi. Mush gapning o'zi yetarli butun ahanatlarga. Bular bu qadar holat ketgan vaqtda Musa alayhissalatu vassalam masalaning chekiga yetganligini bayon qilib, Sura Yunusning 88-oyatida Robbana atmis ala amwalihim washtut ala qulubihim. Buluğu müşta saltanatni ba'dan irab, müşta huquqni ba'dan bular irab, bularga pul mal dunlarni ba'dan buni endi yo'q qilib etsan, bularning qalbini chigib etsan, fala yu'minuna hatta yarawul azabal alim. Bular müşta qattiq azob ko'rmoqchi. Iman etmaydi bular degan shaklda buyruq va duo qildi. Allohdan buyruq keldi ki Sura Duhanning 23-oyatida fa asri bi ibadi layla. Kechida bütün bandlarimni apman. Yani bu yerden çıkıp ketish buyrug'ini oldi. Qaranglamayga Musa alayhisolamni dushmanga qarishdi, urush demadi, chiqib ket bu yerdan dedi. Keyin oldin ayshida silni qo'g'laydi dedi. Hech qanday urush olmadi bu yerda. Hatto bular qechib Qizil dengizga yetib kelgan vaqtida, oldida cheksiz dengiz, kenida millionlagan Firavunning qo'shini. Shu vaqtdagi ba'zi tarixiy kitoblar qaragan vaqtda Musa alayhisalom boshlab mangan odamning soni 4-500 ming atrofida deb tasvirlanadi. Shu vaqtdan bu odamlar nima dedi? Bir xil umitsizlik, umidni yo'qotgan bir shaklda Sura Shuaraninki 61-62-oyat bayon qilinadi. Falamma tara al-jama'an qala ashab Musa inna lamudrakun. O ma Banu İsrail bilan kim uchrashdi? Firavunning qo'shini uchrashish vaqtida am tutilib qoldik, tugudik dedi. Musa alayhisalom javoban kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Robbim bilan billa bizni cho'qim bir yo'l chiqish yo'li birdi bizga degan ma'noda javob. Demak, bu masalalarni bayon qilyapmiz. Biz demoqchimiz nima? Ilgirki ummatdagi Allohning qonuniyati ulardan bir narsa talab qilmagan. O vaqtdagi zolimlarni Alloh mo'jizlarcha alohida bir shaklda halok qilgan, vayron qilgan. Musa alayhisolamning oxirisi nima deydi? Fa'uhayna ila Musa an idrib bi'asakal hajar. Yani bi'asakal bahr yani. Biz Musa alayhisolam vahiy qildik, ma qulog'indagi tayoq bilan dengizga urg'in dedi. Fanfalaqa dengiz ikkiga yerildi. Xuddi ikki taraf dengizning ikki taqqa o'xshash bo'ldi. Biz Musa ve Musa bilan birga kelganlarni qutqazdik, qolganlarni dengizga cho'ktirdik. Bu shaklda buni voqealigini ham sizlar bilasizlar qarindoshlar. Demak, bu yerda shuncha ko'p sondagi odam turib, hech qanday bir qarshilik, urush, kurash, jihad ahvollari bo'lmadi. Chunki ummati Muhammadiyadan ilgirki ummatlardagi qonuniyat musulmonlar o'zining iymonida ching tursa, o'zining yo'lida ching tursa, zolimlar Alloh tarafidan halok qilinadi. Bu ahvollarning hammasi Qur'oni Karimda bizga qisqa shaklda bayon qilindi. Allohning qudratini namoyanda qilgan shaklda bayon qilindi. Allohning zolimlarni bo'sh qo'yib bermaydiganligi. Vaqti kelsa, ya'ni sharoit pishib bitilgan vaqtda zolimlarning kuchi har qancha o'p ketsin, Allohning halok qila oladiganligiga nisbatan to'liq toshqan bir ishonchga kelishimiz uchun bayon qilingan. Ammo biz bu ahvollarni biroz xato tushunib oldik. Qanday xato tushunib oldik?
Chunki payg'ambar alayhissalatu vassalam tug'ilish bilan dunyoga kelish bilan biz bayon qilingan kun voqeasidan keyin taxminan 50 kundan keyin Rasululloh dunyoga keldi. Shu kundan tortib dunyoda yangi bir sistem, yangi bir qonuniyat, yangi bir prinsip turg'u qo'yildi. O'zgarmagan bir narsa bor. Allah zolimlarni cho'qqim yo'qotdi. Bu o'zgarmaganlik. Ammo mushuning shakli o'zgardi. Shakli o'zgardi. Sura İbrahim'nin 13-14. ayette ve qâlellezîne keferû li rusulihim lenukhricennekum min ardina ev leta'udunne fî milletina feevhâ ileyhim rabbuhum lenuhlikennez-zâlimîn. Bu prensip özgərmədi. Zalimlarni çoxum Allah halak qılıdı. Ama özgərgən bir nəsi var. Özgərgən bir nəsi var. O olsun nima yani Resulullah tug'ilishi Allam ilgirki ummati yo'q bir prinsipni bir o'tirib. O olsun mu zalimlar halak qılındı. Amma in tansurullahi yansurukum ve yuthabbit aqdamakum degan prinsip bilan halak qılındı. Takrorlay. İlgirki ummetlerde Müslümanlar özünün yolda çınglam turib bersa, Müslümanlar hech qanday bir qarshilik bildirishga, tayyorlik qilishga, bununga kurash qilishga, jihad qilishga burilmagan ba'zi istisnoi ahvollardan boshqa ahvolda, ammo ular Allohning odatdan tashqari bir mo'jizalar bilan halok qilinadi. Ammo ummati Muhammadiyada prinsip o'zgardi. Zolimlar halok qilinganligi aniq. Zolimlarning vayron bo'lganligi aniq. Örüldüğanlığı inek. Ama prensip özgərdi ki, burunqidek örülmeydi. Burunqidek veyran bulmaydı. Ma ümmetninki, ümmeti Muhammediyeninki prensipi intansullaha yansurukum. Ve yuthabbit aqdamakum. Bunu sizlere nispeten en sınışlık şekilde tercüme etsen bu prinsip ne? Bu ayet ne? Sizler üstünlağı çüşkününü kılsanlar Allah'tan nüsret şu hamman kilidi. Yani bu yerde bir iş var. İlgirki ümmetin başqa talep qilmagan. Oyatlarni o şekilde tushunib olsak olmaydi. Bizden bir narsa talep qilyapti. Yani madem biz musulmonlar bir ishlarni qilsak, shu tayron ababillah bizga qaytadan tushadi. Bizning dushmanlarimizga, kuffarlarga azob hammasi qaytadan tushadi. Mu'minlarga rahmat, barakat, xotirjamlik, muvaffaqiyat qaytadan tushadi. Ammo hech qilmagan ahvol ostida. U tayron ababillar tushmaydi. Biz tirishchilik ko'rsatmasdan, qurbonlik bermasdan, bir ish qilmasdan, amaliy bir ish qilmasdan, o hijaratun min sijilmi etilmaydi. Ma ummatning xos bir prinsip bo'ladi. Bu prinsip qiymat kucha davom qiladi, o'zgarmaydi. O osmini mu intansurullah yansurkum. Tekrar o'qiyotimi qarindoshlar. An mushakaga vaqtda men asosiy maqsadimni dey. Bizning kallamizga shu kirvelig'lik qarindoshlar. Qur'ondagi shu qissalarning bizga maqsad qilingan tarpini olmasdan, bizga shu ilgirki ummatga o'xshash shu shaklda bir yordam kelib qolamo. Biz yoqiga chiqib tomoshabin bo'lib o'tsasak, tomosha ko'rsak, dushmanlar bir dengiz toshqini bilan vayron bo'lamo. Bir yetarva hammasini yayutib ketamo. Bir chaqmoqdan birisi kelib hammani o'ttirib o'tamo deganga o'xshash bu xil shaklda tushuncha bo'lg'achqa bizning kallamizda. Mu'minlar cho'qim bir yordamga erishadigu deydigan bir tushuncha bo'lib qolgan bo'lg'achqa ahvol qarab baqsak unda bo'lmayotdi. Har doim musulmonlar kuffarlarning zulmi ostida, dunyoning har yeriga qaranglar. Bundan mustasno hech yo'q. Nega qarasak, dushman musulmonlarni ezayotgan, musulmonlarni o'ltirayotgan, musulmonlarni har xil nomlar bilan yo'q qilayotgan, izzat obro'yini dafsanda qilayotgan, yurt makonlaridan qo'g'lab chiqarayotgan. Bu ahvol bizni tushkunlashtiryapti. Chunki ashta o'yitdik biz.
Ашта yordam bizga keladi, biz ma tomosha ko'rsakmi, bizga ashta yordam keladi deb o'ylagan bo'lg'achqa, ma'qul tushkunlik shuning natijasidan kelyotidi. Normal turmushimizdami ba'zi bek cho'ng umid kutib ketgan yerdan biz kutgan natija chiqmay qolsa, biz biroz umidsizlanamiz. Bugungi umidsizlik dal shu xil cho'njimizdan kelyotidi. Unda musulmonlar tomosha ko'rib, yaqida o'tsa, hech qilmasini qurishib tursa, Tayron ababillar kelib ularni vayron qiladigan, unda ish bo'lmaydi u yerda, unda ish yo'q. Ma ummatning qonuniyati unda emas, ma ummatning yep-yangi bir prinsipi va yep-yangi bir qonuniyati va ilgirki ummatga o'xshamaydigan bir yo'li va. Musulmonlar bu jihatda cho'qib o'ziga, o'zining bilikiga, o'zining yo'liga qanday qilishga tayinish kerak. Qarindoshlarimizninki yaqinlardan buyon o'zining asli g'oyasini yo'qotib, burun o'zi tillayotgan yoki burun o'zi e'tirof qilmaydigan, o'zi to'g'ri qaramaydigan yo'llarda ketayotgan ko'ryapmiz. Bu hammasi nima desa, ruhiy mag'lubiyatning oldin qala ko'rinishi. Chunki umidsizlanyapti qarindoshlar. Nima uchun umidsizlanyapti? Chunki xato tushunib qolganki, biz mashta yashasaqmi, mashta yusakmi bizga g'alaba keladi. Bu xil tushuncha bizning kallamizda o'rnab qolgan bo'lg'achqa. Biz o'zimizning qanday ummat ekanligimizni, bizga qo'yilgan talabning nima ekanligini, qaysi yo'lda menish ekanligimizni xato tushunib olgan bo'lg'achqa, bugungi kundagi atrofimizda bo'layotgan natija, ko'rilayotgan natija bizni umidsizlantirib, texim ruhiy jihatda tushuntirib, bo'ldilar bu yo'lni deydigan holatga akilyotdi bizni asta-asta. Shunday yo'lga mangdiryotdi bizni. Biz bir yo'lda mangmoqchi bo'lsak, cho'qim bizga belgilangan, ya'ni Alloh bizga belgilagan shaklda mangishimiz kerak, o'zimiz xohlagan shaklda emas. O'zimiz avval xato tushunib olib, undan keyin aksi natijani ko'rgan vaqtda ruhimiz tushib ketib bo'lmaydi. Musulmonlar shunda bir davrlarni beshini o'tkazishi mumkin. Ba'zi vaqtlarda musulmonning ustiga tushgan, biz bayatni dedi ya, intansurullohi yansurukum va yuthabbit aqdamakum bizning prinsipimiz. Ummati Muhammadiyaning xos prinsipi. Bu prinsip ba'zi vaqtda da'vat qilsalam bo'ladigan bir holat kelishi mumkin. Da'vat qilsak, ustimizga tushgan vazifani ado qilgan bo'ladigan, bizga yordam qiladigan. Ba'zi vaqtda bu da'vatimiz yushurin, ba'zi vaqtda oshkora, ba'zi vaqtda kimlar bilandir sulhilashimiz mumkin, kimlar bilandir ittifoqlashishimiz mumkin. Ba'zi vaqtda qo'limizga qurol elib jihad qilishimiz mumkin. Ba'zi vaqtda ikki dushmanning birini qo'yib qo'yib, birini bilan jihad qilishimiz mumkin. Ba'zi vaqtda bütün düşmanlar bilan jihad qilishimiz mumkin, kurash qilishimiz mumkin. Ya'ni har zamonning ustiga tushgan bir vazifa usulidir. Har ahvolda uslub o'zgarib turadi. Dal demakchi o'g'lim nima desanglar qarindoshlar, har zamondagi ustimizga tushgan vazifani bajandil o'rindash. Bu intansurulloha yansurukum bo'ladi. Bu bizning prinsip bo'ladi. Biz mush prinsip orqali nusratga erishalaymiz. Bo'lmasa nusrat hurulloga kelmaydi. Tayyat toplog'i kelmaydi, yetib olganlarga kelmaydi, pasiflarga aslo nusrat kelmaydi. Shu bir duolar va odatda qilinayotdi namozlarda va duolarda. Duo Allohumma ahlikiz zolimin biz zolimin va akhrijna min baynihim salimin degan shakldagi duo. Zolimlar bilan zolimlarni halok qilsa, bizni ularning arasından sağ salamet çıkarsılar. Hem de qarmoqqa to'g'ridek turudi tarafi duoninki. To'g'ri, Allah zalimni zalim bilan jazolaydi. Ama bunun bir prinsipi bo'lishi kerak. Yani bizga xos bir prinsipi. Agar zalimni zalim bilan jazolab, sening hech ilging, hech qanday munosabat bo'lmaydigan bo'lib qolsa, sening roling nima? Sen nima ish qilding odamsan? Sen ashta kutib küzütüp durursa, tamaşa görürse, andikin işler açta yürüşüp, azalim mazalimni urup, azalim mazalimni yo'qotib, andikin sana çaylık ekep, aldığın ekep, masının yurtun, masının hukukun, masının izdığında aldığımızda ekep birama, ne dunda şu var? Hamxiyal. Bu bizge nispeten kanuni emes, bu Allah'ın bizge belgilegen kanuniyeti emes. Bizge belgilegen kanuniyet ne mi? İntansurullaha yansurkum. Sen üstün güçkenle kılırsa, vazifani ado qilsa, cho'ng kichik olsin.
Bu yerda qandaqdır her bir adamga nisbatan büyük bir vazifelerni atayotganimiz yok. Her adamning o'ziga tushliq bir vazifasi bo'ladi. Bir mashinada motorning bir vazifasi bor, chaqning bir vazifasi bor, chirog'ning vazifasi bor, aynakning vazifasi bor, rolning vazifasi bor, hammasining o'zga bir vazifasi bor. Biz her adamga bütün çoğun vazifaning hammani atayotganimiz yok. Belki ummatning ichidagi har bir shaxs kim bo'lsin, o'ziga loyiq ravishda bir vazifa bo'ladi. Qila oladigan bir ish bo'ladi. Shuni qilsang, yansurkum. Alloh sizlarga bu bir prinsip. Eslashinglar kerak qarindoshlar. O'zinglarni hargiz Abrahaning zamonida Tayron ababillar tushib qolarmi deb o'ylamanglar. Biz Nuh alayhisolamning zamonida yashayotimiz. Tufan kelib düşmanlarimizni besib ketarmiki deb o'ylamanglar. Musa alayhisolamning zamonida shuna dengizga bino ursak, dengiz ikkiga yerilarmiki deb o'ylamanglar. Biz ummati Muhammadiya biz. Biz Muhammad ummatimiz sallallohu alayhi vasallam. Bizning ulardan farqli bir qonuniyatimiz bor. Ko'ryapsizlar, düşmanlarning qilayotganini. Ayrıflarları Müslüman şehirlerde, Müslüman yurtlarda uçup bomba taşlavatdı. Aviyamatkileri ulanı bombardıman kıvatıdı. Her xil isil kuralları, tanka, bronikleri Müslüman şehirlerde hayvisini köstüvatıdı. Qeri yaş demeyi, ayal demeyi, çoğun kiçik demeyi qırgın kılıvatıdı. Sulavatıdı. İzzet abroyga tegivatıdı. Hiç izzet şerefimizni kaldırmayavatıdı. Ama biz hala Tayron ababilning kelishini kutib yetivatimiz. Sizningcha Tayron ababil kelami o yerga? Osmondan tosh yog'dirib, shularni bizni qutqizib qo'yami? Bir mo'jiza yuz berami? Bir alohida ahvol bo'lib qolami? Yoki ba'zilar o'ylaydi, ba'zi Kürünmez bir iktidarım bolsa, düşmanını yok kılsam. Maçta bir iktidar bulamı? Belki qarindoshlarımızın bazısı muşu xil xiyallarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Men bu xil shakldagi qarindoshlarımga va boshqalarga chin dilimdan shunda bir nido qilgim keladi. Düşmanning musulmonlarni izvatganligini, yuqoridagi xam xiyollarni kutayotgan bo'lsanglar. Aşla bir alaydı möcüzler bilen düşmanlarning bizni qo'yib birishini saqlayotgan bo'lsanglar. Bizning yurtimizga qaytirib akab qo'yishni bizni saqlayotgan bo'lsanglar, izzat sharafimizni, dinimizni bizning qo'limizga apirdu deb saqlayotgan bo'lsanglar, uzun saqlab qolasizlar. O xil möcüzlik yordam, o Tayron ababillah, o tufan balası, o dengizning yerilişi, o asmandan yağdıgan taş, o zeminning kömtürülüşü, dum kömtürülüşü, hemmisi ameli iş qilgan vaqtida keladi, bikaga kelmaydi. Chunki masalan ayet iniq in tansurullaha yansurukum. O'zinglarni Allohga nisbatan bek bir aziz bandalar deb o'ylab qolmanglar. Chunki biz har qancha o'p ketsak, Resulullah'dan aziz emas. Resulullah'ның sahabilerinden aziz emas. Resulullah o'zining hayotida bu prinsip bilan yashadı. İntansurullaha yansurukum degan prinsip bilan yashadı. Biz bir necha qarab baqir Resulullah'ның hayotidagi o'tkazgan cho'ng-cho'ng ishlarga, Badr g'azoti buning bir net aniq bir misoli. Tunji Resulullah'ның hayotidagi cho'ng bir jang. Bu jangda ummatning eng esili Peygamber aleyhisselam kumandanlık qilgan qo'shin bilan ummatning ichidagi eng pastkash, eng zolim kumandanlık qilayotgan ikki qo'shin uchrashdi. Ikki qo'shin xolamay uchrashdi. Har ikkilasininki urush qilg'isi yo'qdi. Chunki bu karvonni deb chiqqan, u karvonni qo'g'dab akitish uchun chiqqan, va'dasiz uchrashdi. Qur'onda buni bayon qilyapti Alloh subhanahu va taolo. Sura Anfalning 42-oyatida "Walau tawa'adtum laxtalaftum fil" deyishib qolgan bo'lsanglar, balkim bu ish buzilib ketishi mumkin. Uchrashamasmi, ixtilof qilishadi masalan. Biroq Alloh taqdir qilgani bo'ldi bu yerda. Yana bir oyatda deydi: "Iz yurikumuhum idil taqaytum fi a'yunikum qalila
Uşaşqa vaqtında silni uluğa az kösetdi, unu silige az kösetdi. Sonra bunda qarab baxıb, hər iş kiletirib, yengib alaman go deyə ümidlən kirişib qaldı bu uruşqa. Əməliyyatda ikilisininki uçraşqısı yoxdu, boldu. Çünki Allah bu yerdə şunu bildirməkçi ki, senin ümmetinnin işi Tayran Əbabillə olmaydı, sen bir iş qılmasan. Allah özünün ən süymlük peyğəmbərini, ən süymlük sahabilərini, peyğəmbərinin sahabilərini saqlab qalış üçün Tayran Əbabil düşəmədi bu yerdə. Belki işini aşı özünün peyğəmbəri ilə, peyğəmbərinin sahabilərinin qolları ilə qıldı. An yardım düşdü. O Mekke'ye gələn Əbrəhə, hücum qılıb gələn vaxtı ki, Mekke əhli müşrik. Peyğəmbər əleyhissalamın ətrafındakı sahabelər Müslüman Allah'ın süymlük bəndeləri. Bu bəndelər onlar necə əziz. Əsi saqlab qılış doğru qalsa, bularını saqlab qalsa oldu. Bular uğuşqımısın deyib, Tayran Əbabilini bulağı düşəsi oldu. Lekin bu ümmətin qanuniyyəti onda əməz. Resulullah dünyaya gəldi, tügüdü o qanuniyyət. Ketdi o qanuniyyət ilgirki ümmətlər. Biz Nuh Aleyhisselam'ın dövrüdə əməz, Musa Aleyhisselam'ın dövrüdə əməz, yeni bir dövrlərdə əməz. Bəlkə ümmeti Muhammediyyə biz. Bizning öz aldığımızga qanuniyeti var. O olsun mu intansurullaha yansurukum. Yani bir iş qilishimiz kerak. Çoqum. Qanday ish qilsak bir ish qilishimiz kerak. İmkoniyatimiz yarı bergancha, pulimiz kelgancha o'rin tanlash kerak. Haqiqiy islomning adolati bo'lgan shuro amillish kerak. Musulmonlarning birligi amiliyatlish kerak. Musulmonlar o'zaro ittifoqlashib qalblar birlashish kerak. Ondan keyin qurol ko'tarish kerak, puxta plan kerak. Robbiga sig'inib turib qilingan duo kerak, mustahkam iroda kerak. Yalanganlar oludu, qon to'kilganlar oludu, oxirat azobini chekkanlar oludu, shahidlar oludu. Shu vaqtda Tayran Ababil har xil shaklda keladi. Maloik shaklda keladi, yomg'ir shaklda keladi, dushmanning qalbiga tashlanadigan qo'rqinch shaklda keladi, vabo virus shaklda keladi. Dushmanlarning sepininki parçalanish shaklda keladi. Allah xohlagan shaklda bizga shu vaqt yordam beriladi. Bizning kallamizga burunqi xato tushuncha o'rnab qolgan bo'g'achqa biz uni saqlayapmiz. Allah'ның zalimlarni halak qilishdagi qudratiga bo'lgan ishonchimiz tuan bo'g'achqa dushmanning sonini hisoblaymiz, o'zimizning sonini hisoblaymiz, dushmandagi imkoniyatlarni hisoblaymiz, o'zimizning imkoniyatiga qaraymiz. Bizning endi ularga taqobil to'g'ridagi ahvolimiz yo'q. Musulmonning ahvolimiz shu, tugatishimiz tugashgan, boshqa bir jon boqadigan yo'lni tanlayli. Esonli bo'lsin, bir odam shaxsiy jon boqib, jon boqolmaydi oxirgacha. Millat yo'q odamning izzati olmaydi, davlat yo'q odamning izzati olmaydi, vatan yo'q odamning izzati olmaydi. Ammo bu izzat, bu g'alaba yuqorida xato tushunchalar saqlashilan yoki ma'nodek hisob qilishlar bo'lmaydi. Balki biz o'zimizning ustiga tushganini qilamiz. Har odam o'zining ustiga tushgan qiladi, yordam shu vaqt qiladi. Qolgani Allohning ishi. Cho'qim bir ish qilish kerak. Har kim qilsa bir ish qilish kerak. Bir aktivlik kerak bu yerda. Har odamda bir aktivlik ko'rilishi kerak. Jonlilik ko'rilishi kerak. Bu Badrni misolga oldik. Sura Ahzobni misolga qo'yaylik. Sura Ahzob islom tarixidagi nihoyat ochqushliq bütün qabilalarning hammasi, bütün düşmanlarning hammasi musulmonlarni tüp yıldızdan quritib o'tish uchun, Madinani tuzlab o'tish uchun Madinaning atrofini muhosiraga olgan bir urush. Shu vaqtda titrsa, shular titrsuldi. Shu vaqtda umid o'ssa, shular umid o'suldi. Shu vaqtda qo'rqsa, shular qo'rqsuldi. Shu vaqtda Tayran Ababilni kutsa, shular kutsuldi. Ammo sahabalar bu dinning prinsipini, bu ummatning prinsipini tushungan bo'lg'achqa intansurullaha yansurukum va yuthabbit aqdamakum degan bu prinsipga uyg'un ish qildiki, qana qildi? Allohning g'alaba beradiganligiga mutlaq ishondi. Bu keyingi chekinmaslikning birinchi sharti. Cho'qim g'alaba qilamiz. Bu birinchi qadam. Musulmonlarning o'ttirusini birlashtirdi. Bu ikkinchi qadam. Eng kichik plan tuzdi. Xandak qo'lidi, jafoga chididi, ochliqqa chididi. Atrofdagi ittifoqlash qilib bo'ladiganlar bilan ittifoqlashdi. Dushmanlarning o'zaro ittifoqini uzvatdi bir amallarni qilib, Yahudi mushriklarning.
güzel istihbarat oyun oynadı şu vaqtda musulmonlar. Bularning hammasi qilishga tegishli ish. Ve bularning hammasi sahabalardagi, musulmonlardagi sağlam aqida, sağlam ibadet asosida bo'ldi bu ishlar. Shu vaqtida Allah o'zining mustahkam bu bandlarga Tayron ababilni tushadiki, shamol shaklda müşriklar bilan Yahudlarning o'tirishninki buzilishi shaklda, qalbiga tushgan qo'rqinchi shaklda va boshqa shaklda chekindi. Bu amaliy bir misol vaqtninki. Cho'qim bir ish qilish kerak. Üzlüksiz, planliq shaklda ishonch bilan bir qadam elish kerak musulmonlar. Bizning prinsip bu. Yana bir taraf Uhud urushida buning aksi bir misolini ko'rib olaymiz. Uhud urushida Allohning eng suyimli bandalari bo'lgan musulmonlar Allohning dushmanlari bo'lgan kofirlar tomonidan mag'lub qilindi. Musulmonlarga har keldi bu. Ey biz degan musulmon to'saq, Allohning isil bandalari to'saq, endi bizga yordam bermaydi. Allah xitob qilib dediki, Ali Imronning 165-oyat. Sizlarga musibat yetgan bo'lsa, avalamma asobatkum musiba, qad asabtum mislaha. Burunmi g'alaba qilgandinglar sizlar? Sizlarga yetgan bugungi mag'lubiyat ulug'im yetgan to'g'ri, ikkisi yetgan taxi. Bugun sizlardan 70 odam shahid bo'lgan bo'lsa, ulardan 70 odam shahidlab, 70 odam asralangan. Nim deb endi bugun kelgan vaqtda nima ish qilib bundan mag'lubiyat bo'ldi deb, nim deb kendini tushib ketisizlar, chekinib ketisizlar. Badrda g'alaba qilgandinglar. Bugün nima uchun hayron qolasizlar mag'lubiyatdan? Chunki asli sabab o'zinglarda. Shu Ali Imronning bayatdan oyatininki davomi qul huwa min indi anfusikum. O'zingdan keldi bu. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Chunki musulmonlar o'qchilar qismi Rasululloh belgilab qo'ygan tog' ustidan tushib ketib qoldi. Bu yerdagi masala bir taktikalik, bir askariy xatoliklam emas masala. Bu yerdagi masala uningdan cho'ng bir masala bor. Uni Qur'onni nimada bayon qildi? Minkum may yuridu dunya, qalb yaxshi bo'lmay qoldi ba'zilarning. Dunyoni ko'zlab qoldi. O'tkazgan harbiy xatolikdan boshqa qalbdan masala chiqdi. Her bir xatolik mana mushunga o'xshash musulmonlarning oldiga qanday qilib tashlanadi. Bu yerda xatolikni qutqizish uchun Tayron ababil tushmadi. Belki Allohning o'z qonunida joriy bo'ldiki, intansurulloha yansurukum. Üstünge tushganni qilsang, yordam keladi. Kim bo'l? Üstüge tushganni qilmasang, xatolasang, yordam chuqum tortiladi. Sen kim bo'lib ketdi? Bu bir qonuniyat asli. Shunga qarindoshlarimizga davom deymiz. Ve dersimizden ahirinde şunu eskertimiz. Şunu unutup kalmasligimiz gerek. Biz ümmeti Muhammediye. İlgiriki ümmetlerge okşamaydıgan bir vazifemiz var. İlgiriki ümmetlerge okşamaydıgan bir prensipimiz var. Şu prensip bilen iş kılsak bizge yardım keladi. Eğer onun aksi iş kılsak aks neticini görürüz. Bugünkü vaqt münasebeti bilen bugünkü dersimiz müşahede ahirleşidi. İnşallah Nimish qilamiz unda bo'lsa degan savol chiqadi balkim qarindoshlardan. Biz bu savolning javobini inshaalloh keyingi soatlik darslarimizda, suhbatlarimizda yuritishga, qarindoshlar bilan o'rtoqlashishga tirishimiz. Hammanglarni ko'rishgacha Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. اللهم صل على